Bugun biz sizlarga Istanbul shahrida joylashgan Altınbaş universitetini polniy obzor qilib bermoqchimiz. Mana bu hozir ko'rib turganingiz bu главный vxodi. Kelsanglar, xudo xolisa главный vxoddan boshlab butun universitetni sizlarga ko'rsatamiz. Kirishimiz bilan bizni mamlaqa muzey kutib oladi. Bu yerda siz universitet yutuqlari hamda tarixini ko'rishingiz mumkin. Altınbaş universitetining Istanbul ichida 3 ta kampusi mavjud va hozir biz turganimiz bu основной kampus va bu yerda o'quvchilar arxitekturani o'rganishadi. Qolgan 2 ta kampusda bo'lsa, bittasi biznes uchun ixtisoslashgan, ikkinchisi meditsinaga, ya'ni tibbiyot. Bu universitetning sinfxonalaridan biri va shu yerda darsliklar o'tiladi. Bu universitetda boshqa universitetlarga o'xshab faqat nazariy darslar o'tilmaydi, amaliy darslar ham o'tiladi. Shu uchun studentlarimiz kelib, mana bu laboratoriyasida bemalol yangi kashfiyotlarni qilishlari mumkin. Orqamda turgan suratlarni ko'rib turibsiz. Bu degani bu yerdagi studentlar ko'plab musobaqalarga qatnashganini isbotidir. Va shu musobaqalarga qatnashib studentlar mana bu kabi kashfiyotlarni qilishgan. Hozir biz sizga Altınbaş universitetini amaliyot xonalarini birma-bir ko'rsatib beramiz. Albatta kelganimiz uchun universitetga biz o'zimizni qornimiz och qolib qoldi. Sirazu biz oshxonasiga tushdik. Birdaniga sizlarga obzor ham qilib bermoqchi biz. Mana biz o'zi olgan ovqatimiz, biza qo'shimchasiga ichishga bitta Pepsi oldik, 190 liraga tushdi. Nima deb o'ylaysiz? Arzonmi, qimmatmi student uchun? Men o'ylashim bo'yicha bu student uchun juda ham nima deydi, qulay ovqatlanish, ya'ni ham arzon, ham yonbob. Obed payti hamma narsa qulay qilib qo'yilgan studentlar uchun. O'tirayotgan joylar, ovqatlanayotgan nima deydi, priborlar, hamma narsa joy-joyida. Mazza qilib tanovul qilishingiz mumkin. Xo'p, men va o'rtog'im Yevropada o'qiganligimiz uchun Italiya, Germaniya bilasizlar, основной cho'chqa go'shtini iste'mol qiladi. Shu uchun biz u yerda qo'rqardik stolovada ovqatlanishga, chunki halol yoki haromligini aniqlab bo'lmaydi. Bu yerda esa Turkiyada hamma narsa halol, ya'ni bemalol iste'mol qilishingiz mumkin hamda bu Turkiya o'zi основной bizning mentalitetga yaqin bo'lganligi uchun ovqatlari ham o'xshash. Shunga mazza qilib bemalol yesanglar bo'ladi. Universitet ichida oshxonasidan tashqari ham har xil kafeteriyalar, burgerni xonalari bor. Mazza qilib shu yerda ham tanovul qilishingiz mumkin. Va bu universitetning qiziqarli tomonidan biri shuki, juda ham ko'p musobaqalarga qatnashib turar ekan. Studentlarni bo'sh vaqti umuman bo'lmaydi. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu yerda studentlar o'zlari mashina yasab, har 3 oy, 2 oyda bir sоревнование qilishar ekanlar boshqa universitetlar bilan. Bu yerda to'garaklar juda ham ko'p. O'zingizga mos keladigan to'garakka qo'shilib, vaqtingizni chog' o'tkazsangiz bo'lar ekan. Hozir sizlarga Altınbaş universitetini kutubxonasini ko'rsatamiz. Qani ketdik. Altınbaş universitetining ichida o'zini do'koni bor. Bu yerda siz universitet merchlarini xarid qilishingiz mumkin. Bu Altınbaş universitetining backyardi, ya'ni dam olish zonasi. Bizga Altınbaş universitetini sizlarga yoritib berib, hamda ma'lumot berishimizda kattadan katta o'zlarining hissalarini qo'shgan Ahmet, shukran brother. Nice to meet you. Brother, thank you very much. Nice to meet you. Sizlarga rahmat kattakon. In Uzbek language I say thank you very much. Thank you, you're so welcome. One time come to Uzbekistan, bro. We will wait you guys. Visit one time. Uzbekistan is beautiful country. Agar siz ham magistratura hamda bakalavrda arxitektura yo'nalishida Turkiyaning nufuzli universitetlarida o'qimoqchi bo'lsangiz, hoziroq bizga murojaat qiling. Eurolink sizga har doim yordam berishga tayyor.